Mana ko'rding? Oddiy kran bo'lsa ham, o'sha расходомерныйni zaglushka deyotganing ham 6 atmosferadan ushlayapti. Kotelda 3 atmosfera bo'ladi. Keyin senga zaglushkali deyishayotganligi bu zaglushka emas bu aslida. Bu ham kran bo'lsa, faqat sal qiyinroq kran bo'lsa, meni nazdimda. Ko'p ustalar mana расходомерный kollektori ham kolbasiga ishonishmaydi, to'ppa-to'g'ri qilishadi. Kotelda 95 gradus luchевой tizimda kelayotganda mana shu kolba bir xil sifatsiz ishlab chiqaruvchilarni deb bu dislike'ga aylandi, ya'ni hate qilishni boshlashdi. O'shanga mana shunaqa zaglushkani so'rashyapti. Endi biz o'zimizning tajribadan, o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda bunaqa kran buksiga men qarshiman, chunki force major bo'lib qolib, bu yoqdan paqatib suv qo'yaveradigan bo'lsa, gilam ketdi, suv ketdi, remont ketdi, Abdulla ketdi, boshqasi anaqa boyati uyingiz yonib ketdi deydi-yu. Shunaqa bo'lib ketadi. И срочно uy egasiga mana buni o'chirish uchun razvodni ключ top, keyin shestigranniy ключ top. Keyin kichkina muhitda kollektorning shkafi ichida bu shestigranniy ключ bilan buni och, yop. Tushundingmi? Kelding, sirazi yopding, ochding, bo'ldi. Luchевой tizimingga bosmaga ham chidab beryapti. Keyin hammasini kran buksasi, mana shu servo-privodniyni ham kran buksasi, ruchnoyni ham kran buksasi, mana shu luchевой zaglushka deyotganinglarning kran buksasini rezinkasi bitta rezinka ishlatiladi. 360 gradusda ham erib ketmaydi. Bo'ldi, masala hal. Biz uy egalariga nima xohlaymiz? Komfort bo'lishini, keyin qulaylik, servisda osonlikni xohlaymiz. Har bitta detalini mana shunaqa sinab ko'rsatsang, prosta gap bilan emas, isbot bilan qilsang, oson bo'ladi. Life hack yoqqan bo'lsa, bitta qizilchadan mana shu bola uchun ayamaysizlar. Videoni saqlanib qilib qo'yinglar, yo'qotib qo'ymaslik uchun.